Ishlab turgan tayyor ayollar klinikasi sotuvga qo'yildi. Manzilga keladigan bo'lsa, Chorsu bozordan kelganingizda Versal to'yxonasiga yetmasdan o'ng qo'ldagi 7 qavatli biznes sentri 3-qavatida joylashgan. Bu klinikamiz 3 yil 4 yildan beri o'z faoliyatini davom ettirib kelayotgan ekan. Bu joy sal kichkinalik qilayotgani uchun boshqa joydan o'zlari klinika qurayotgan ekanlar. Shunga bu joy sotuvga qo'yildi. Yaxshi tarafi shu joyni sotib olganingizda klinikani egalari siz bilan kelishgan holda 1 yil mobaynida ijarada o'zlari ishlatar ekanlar. Pulini o'zingizlar kelishib olar ekansizlar. To'liq ma'lumot beradigan bo'lsam, 7 qavatli biznes sentri 3-qavatida joylashgan. 200 kvadrat metr, 7 ta xona, 2 ta sanuzul hojatxona, oshxona, kattagina xoll qismiga ega. Shu ko'rib turgan barcha mebel texnikalar klinikamizning o'zida qoladi, faqat klinikaga oid bo'lgan apparatlarni olib chiqib ketishar ekan. Narxiga keladigan bo'lsa, o'zini parkovkasiga ega bo'lgan shu klinikamiz 345 ming so'ralyapti. Yana kelishtirib beriladigan joyi bor.